Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ona tili o'qitish metodikasi fani yuzasidan quyidagi mavzuni tanishtirib o'taman. Morfemika va so'z yasalishi bo'limlarini o'qitish metodikasi. Mavzu rejalari quyidagicha: morfemika bo'limini o'qitish metodikasi, so'z yasalishi bo'limini o'qitish metodikasi, morfemika va so'z yasalishi bo'yicha tahlil. Morfemika so'zning ma'noli qismlari haqidagi ta'limot hisoblanadi. Ushbu ma'noli qismlar o'zak morfema, ya'ni asos morfema va qo'shimcha morfema, ya'ni affiksal morfemalar deyiladi. So'zlarning grammatik tarkibi o'zak va turli morfemalardan tashkil topib, gapda so'zlar turli grammatik shakllarda ham, o'zgarmagan holda ham qo'llaniladi. So'zlarning o'zgarmagan shakli asosiy, ya'ni lug'aviy ma'noli qismdir. Turli grammatik shakllar esa lug'aviy ma'noga qo'shiladigan qo'shimcha ma'nolardir. So'zlar o'zgarmagan shaklda qo'llanib, qo'shimcha olmasa, u ma'noli qismlarga bo'linmaydi va asos morfema hisoblanadi. Agar so'z tuzilishida qo'shimcha ishtirok etsa, u turli grammatik ma'nolarni ifodalaydi. So'zning ma'noli qismi demak ikki tarkibdan, so'z va qo'shimchalardan tashkil topadi. Quyida o'zbek tilidagi qo'shimchalar turlari haqida gaplashib o'tamiz. So'zning lug'aviy ma'nosini tamoman o'zgartiradigan qo'shimchalar mavjud. Bular so'z yasovchi qo'shimchalar deb nomlanadi. Bularga ot yasovchilar, sifat yasovchilar, fe'l yasovchilar, ravish yasovchilar misol bo'la oladi. So'zning lug'aviy ma'nosini qisman o'zgartiradigan qo'shimchalar esa lug'aviy shakl yasovchi qo'shimchalar deb yuritiladi. Bular otlardagi son, kichraytirish, erkalash, sifatlardagi daraja, sonlardagi ma'no turlari qo'shimchalari ovlon, ala, tacha qo'shimchalari va fe'llardagi nisbat, xoslangan shakllardagi qo'shimchalar misol bo'la oladi. So'zning lug'aviy ma'nosiga ta'sir etmaydigan qo'shimchalar, ya'ni sintaktik shakl yasovchi qo'shimchalar sirasiga esa otlardagi kelishik, egalik, mana kesimlik shakllari, fe'llardagi bog'lama, tuslanishli fe'l mayllari, zamon shakllari ularga misol bo'la oladi. Birinchi va ikkinchi turdagi qo'shimchalar 6-sinfda so'zning lug'aviy shakllari va ma'no guruhlari bo'limida o'rganiladi. 3-guruh qo'shimchalari esa 7-sinfda so'zning aloqa munosabat shakllari bo'limiga taalluqli hisoblanadi. Bu materiallarni o'rganishga dastur talabiga ko'ra 30 soat vaqt ajratilgan. Mazkur bo'limni o'rganish 5-6-sinflarda o'rganilganlarni takrorlash va yangi bo'limni o'rganishga zamin hozirlash bilan boshlanadi. O'quvchilar berilgan matnni o'qib, mustaqil so'zlarni ma'noviy turlarga ajratadilar. Ot, sifat, sonlarga xos lug'aviy shakl qo'shimchalarini aniqlaydilar. Tavsiya etilgan qoliplar asosida gaplar tuzib, gap bo'laklarining qaysi so'z turkumi va uning qanday lug'aviy shakl bilan ifodalanganligini tushuntiradilar. Bundan so'ng takrorlash, yangi bilim berish bilan ulanib ketishi mumkin. Aloqa munosabat shakllari qo'shimchalari bilan birikish xususiyatlariga ko'ra so'zlar 3 ta katta guruhga ajratiladi. Ya'ni ular otlar, sof fe'llar va o'zgarmas so'zlarga ajratiladi. Yana shuni aytib o'tish joizki, darsimiz mavzusi ona tili o'qitish metodikasi bo'lgani uchun, fan nomi ona tili o'qitish metodikasi bo'lgani uchun, ona tilidagi nazariy bilimlarni qaysi metodlarda, qaysi topshiriqli vaziyatlarda o'quvchilarga taqdim etish joiz, mana shunga demak alohida urg'u qaratamiz. Aloqa munosabat shakllarini vazifalari mavzusi o'rganilar ekan, berilgan gaplarda ayrim kelishik namunalar, masalan, ga, da, dan qo'shimchalarini uchun, bilan, sari, sababli, tomon, uzra orqali ko'makchilaridan mosa bilan almashtirish ham bitta topshiriqli vaziyat bo'lishi mumkin. Masalan, olamda bor bo'lsin tinchlik yoki olam uzra bor bo'lsin tinchlik qabilida. O'quvchilarimizni bundan tashqari egalik qo'shimchalari bilan tanishtirish maqsadida ularga im, mis, ing, si, nis, ingiz, lara kabi qo'shimchalar bilan kelgan so'zlar berib, bu qo'shimchalarning ma'nosini sharhlash, ularni tobe so'z bilan kengaytirish va so'z birikmalari orqali hosil qilish, unli va undosh bilan tugagan ismlarni turlash singari topshiriqlardan foydalaniladi. Bundan tashqari, aslida mana shu kesimlik xabarlari, xabar mayli, buyruq istak mayli, shart mayli mavzular ham alohida to'xtalib o'tganmiz mavzulariga ham, lekin eng asosiysi so'z tarkibi bo'yicha tahlilga e'tibor qaratamiz.
So'z tarkibi bo'yicha tahlil morfologik tahlilning bir ko'rinishi bo'lib, u o'z ichiga bir qancha mavzularni oladi. Ya'ni so'zning asosi, qo'shimcha, qo'shimchalarning ma'no va vazifasiga ko'ra turlari, sodda, qo'shma, juft va boshqalar. So'z tarkibi bo'yicha o'tkaziladigan tahlil so'zdagi ikki qismni, so'zning asosiy ma'nosini anglatuvchi qismni va so'zning grammatik ma'nosini anglatuvchi qismni ajratishdan boshlanadi. Quyida biz misol olganmiz. Mana biz bu kunlarga osonlik bilan yetib kelmadik. Lekin shuni aytib o'tish joizki, so'zning asosiy ma'nosini anglatuvchi qismni ajratishda quyidagi holatlar hisobga olinishi kerak. Ya'ni so'zning tarkibidagi tarixiy holat va so'zning tarkibidagi hozirgi holat, ya'ni diaxron va sinxron holatlar. Masalan, qishloq, yaylov, og'ayni kabi so'zlar hozirgi o'zbek adabiy tilida morfologik qismlarga ajratilmaydi, lekin bunday so'zlar tarixiy jihatdan qismlarga ajratilgan. Demak, so'zni ma'noli qismlarga ajratishda etimologik jihatdan yondashmaslik kerak. Mana shu berilgan gapni quyidagi qolip asosida tahlil etamiz. Ya'ni gapdagi har bir so'zning asl ma'noli va grammatik ma'noli qismlari ajratiladi. Yasalgan so'z bo'lsa, asos va yasovchi qo'shimchalarga ajratiladi. Shakl yasovchi qo'shimchalar aniqlanadi, imlo bilan bog'liq tomonlar izohlanadi. Ya'ni biz bu kunlarga osonlik bilan yetib kelmadik. Ya'ni bu yerda olmosh, ot so'z turkumi mana va ular ham lug'aviy shakl, ham sintaktik munosabat shakliga ega. Oson sifat, lik mana ot yasovchi qo'shimcha bilan ko'makchi, yetmoq demak fe'ldan, ravishdosh qo'shimchasi bilan shakllangan vaziyat. Kel asos mana fe'l, ma fe'lning bo'lishsiz shakli, di mana sintaktik munosabat shakllaridan zamon holati, ke esa shaxsson holatlari bilan bog'liq. Quyida yana bir qancha misollarni sharhlab o'tdik va demak adabiyotlar ro'yxati, quyidagi adabiyotlar ro'yxati orqali yana qo'shimcha ma'lumotlar olishingiz mumkin. Savol va topshiriqlar ham e'tiboringizdan chetda qolmasin. E'tiboringiz uchun rahmat.